Kech tug'ilganman. 11 oyda tug'ilganman. 11 oyda? Qanaqasi? Tami 9 oyda tug'iladi-yu. Ha, shu. Hattoki hayotdagi eng og'ir lahzalarda ham xirgoyi qilib o'tkazganman. Qanaqa misol uchun, qanaqa lahzalar? Aytaylik, azodor bo'lgan paytlarim. Meni yo'limda tog' bor edi-da. O'shani ustiga chiqmagunimcha menga ko'rinmas edi. Hoy do'stim, ayt, nega holing parishon, alamdan yuraging ezilyaptimi? Go'yoki dunyoda birgina sening omadsiz kunlaring cho'zilyaptimi? Ishingda unum yo'q, uyingda tinchlik, ro'zg'orni g'orligi sezilyaptimi? U ham yetmagandek og'ir kuningda eng yaqin do'stlaring yuz buryaptimi? Bozorda yurgandim, uyga ro'zg'or qilib, siqilma degan so'z kelib qoldi. Kim aytdi buni menga? Va boshimga valo bo'ldi bu. Ijro qilganman-da, xalq dodlab yuborgan. O'zbekiston xalq artistlari ham bunaqa qarsak olmaganda shu paytda. Ular qila olmagan. Qilolmaydi. 10 yildan keyin nimani gaplashmoqchisiz endi? Siqiladigan joylari keladi-da. Siqilish kerak o'zi iminni. Iminni siqilmasang bo'lmaydigan joylar bu. O'sha siqilma degan paytingizda qay darajada siqilib yurgandingiz? Chuqur darajada. Chuqur darajada ham ruhiy tomondan, ham moddiy tomondan. Moddiy tarafligi menga juda qiziq. Chunki o'sha moddiy tarafi xalqqa qiziqligi menga qiziq. O'shalar tushkunlik, depressiya vaziyatlarida bo'ldim-da men ancha yillar. Pul juda bir oxirgi darajadagi masala bo'lgan. Umuman o'ylanmagan. Umuman pul nima ular kerak deb o'ylanilmagan. Xo'p, hayotingizdagi eng katta yo'qni qachon eshitgansiz? Eng katta yo'q-a? Dildorimning didorini ko'rar kunni kutarman men, dili intizor ertayu kech yordan kelar daraklarga. Bu jonli bo'lganda unda? Albatta. Bu payt fonogrammalar endi bo'lgan. Muhrlanib qolgan o'sha qarsak yoqqan. 3 yashar, 4 yashar bolaga o'sha qarsak yoqqan. Shu qarsak ushlab turibdi-da mana haligacha. O'sha olqish sabab mashhur hali ham san'atda degan o'zimga o'zim qo'ygan taqiqlarim ham bor-da. O'zimni ham o'zim zapretga tiqib turaman ba'zan. Nima edi, oson emas men bilan yashash, men bo'lib. Qachonki men kuylayotsam, qachonki men sahnada turgan bo'lsam, o'sha lahzalar o'zimda rozi bo'layotgan bo'laman. Sandanam, mandanam, undanam, bundanam, bizdanam, zo'rdanam qolar bu dunyo. Har ijro qilganimda o'zim yuragim qiynaladi. Har ijro qilganimda ko'zimga yosh keladi. Hozir ham yig'layman. Har ijro qilganimda tomog'imga nimadir tiqiladi. Chunki bu o'zi tez fursatda yozildi-yu. Bu yozilgungacha bo'lgan davr oson kechmagan. Balkim shuni ta'siridir.